Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qiyomatli akam deydi. Men bir insonga havas qilib, qiziqib, o'shalarning yo'lida yurishlikni niyat qilganman-da. Misol uchun men Instagram kirib, primoy efir qilganlarida men u odam primoylari kirib, niyat qilib kommentariy ham yozganman. O'sha insonni yo'lini berishlikni Xudodan so'raganman. Buni hamma eslasa kerak. Buni Instagram kiradiganlar ko'pchilik biladi, YouTube Instagram kiradiganlar. Birinchi bo'lib Toshkentga Bugatti'ni olib kirgan. O'shadigan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ana qiyomatli akam deydi-yu, Dilshod akam. Mayli. Xudo xolasa yana tezorini olganmiz. 2027-yil olib kiramiz. Akam bo'ladilar. Mayli Dilshod aka. Bilgan biladi akamni. Bu akamni nima bo'ladi mana yaqindan bilgan odamlar biladi. Ani bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi deydi-yu. Qalblarida zarracha kibr yo'q. Lekin Bugatti sekin haydab yuradilar. Dilshodaga Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling, yaxshilik ko'rishinglar. Dilshodaga akam bilan